amal mansab bilan tanilmas inson. Ezgu ishi bilan to'liq insondir. Ilm deb, yurtim deb yonsa har qachon, ulug'lar ichida ulug' insondir. Bag'ri kengligi-yu qalbi bir jahon, yaxshilik, kamtarlik bo'lib shiori, dono ayoli-yu yaxshi farzandlar. Uning toleyidir ham iftiqori, bor umrin bag'ishlar xalqu millatga, ne davonlardan oshib o'tdi u. El yurt ko'rkiga ko'rk qo'shib yana ne sinovlarni bosib o'tdi u. El ichra topdi u obro' e'tibor, barchaga bir dayin aziz qadrdon, elning ishi uchun kuyindi mudom. Hurmat, ehtiromga sazovar inson. Har kimga ortidan qolar iz bersin. Xalqning kalomidir kamtarga kamol. Ulug' insonlarning yodi barhayot, nomi ham, ishi ham topmagay zavol. Razakov Yo'ldashbay Razakovich. Yurtimiz tinchligi, elu yurt farovonligi yo'lida o'z mehnatini ayamagan sodda dil, kamtarin, yoshu qariga barobar mehrli, oqibatli, kattayu kichikning hurmatiga sazovor bo'lgan ulug' insonlardan biri edilar. U kishi fidoyi ustoz sifatida ham ko'plab yetuk shogirdlarni tarbiyalab, o'zlari barchaga ibrat maktabi bo'lganligini ko'pchilik yaxshi biladi va chuqur ehtirom bilan esga oladi. Ona vatanimiz tinchligi uchun fidoyilarcha mehnat qilganlarning nomi tarix zarvaraqlaridan abadiy joy oladi. Yo'ldosh akaning nomi samarali va fidokorona mehnatlari tufayli nafaqat yaqinlari, farzandlari, balki xalqimiz tarixining oltin sahifalaridan munosib o'rin olgan. Yo'ldashbay Razakovich Nukus shahrida 22 iyul 1942 yilda tavallud topgan edilar. Otalari Razzoq ota ham yurtimiz tinchligi yo'lida o'z mehnatlarini ayamaganlar. Onalari Toifa aya farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanganlar. Yo'ldosh aka oilalarida opalari Soradan keyingi farzand bo'lganlar. Yo'ldashbay Razakov 1960-yil 2-sonli maktabni a'lo baholarga tugallab, Gruziyada harbiy xizmatni o'taganlar. Harbiy xizmat ularni hayotda mustaqil bo'lishga, yangi do'stlarni orttirishga, oq-qorani tanib, insonlarga mehribonlik bilan g'amxo'rlik qilishga, rus, qozoq, tatar
va boshqa tillarni o'rganishga sabab bo'ladi va kelgusi hayot va faoliyatida juda asqotadi. Harbiy xizmatni o'tagach 1964-yil Toshkent shahar Ichki ishlar akademiyasiga qabul qilinib, 1971-yilda o'qishni muvaffaqiyatli tamomlagach, To'rtko'l shahri Ichki ishlar boshqarmasiga ishga qabul qilinganlar. 1976 va 1983-yillarda To'rtko'l shahrida militsiya boshlig'i lavozimida ishlaganlar. Mayor unvoniga sazovor bo'lganlar. 1983 va 1993-yillarda Beruniy shahrida militsiya boshlig'i lavozimida ish faoliyatini davom ettirganlar. Yo'ldoshbay Razzakov ruhi tetik, irodasi mustahkam, halol va kamtarin, mudom shirin suxan, saxovat pesha inson edilar. Hamisha xalq xizmatiga tayyor, dardiga malham bo'lg'uvchi kuyunchan zot edilar. 1967-yilda Yo'ldoshbay Razzakov O'g'iljon Aminova bilan turmush qurishgan. Yo'ldoshbay Razzakov va O'g'iljon Aminova birgalikda 50 yil ahil, totuv, pok va namunali yashab, mazmunli hayot kechirishdi. 10 ta farzandni o'stirib, voyaga yetkazib tarbiyalashdi. Yo'ldoshbay Razzakov va O'g'iljon Aminovaning farzandlaridan 29 ta nabira, 15 ta evaralari bor. Yaxshidan bog' deyilganidek, halol va kamtarin, mehribon va sadoqatli, el orasida yuksak hurmatga sazovor, izzat, ikromli inson Yo'ldoshbay Razzakovning ruhlari ayni damda shod bo'lib turibdi. Qalbimizda yashaysiz mangu, shu baxt uchun biz rahmat deymiz. Ta'zimdamiz sizga doimo, sizni hech qachon unutmaymiz.